Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga YouTube'dagilar, Telegram'dagilar. Xudo xolasa hozir Gollandiyadamiz, Atlantika okean tarafida. İnşallah hozir 6 kilometr daryoning tagidan, hamma tog'larni tagidan o'tsak, tog'larni ichidan tunneldan o'tsak, suvni tagidan tunneldan o'tamiz. Hozir 6 kilometr yerni tagidan o'tamiz. Suvni tagidan. Endi bir chuqurligi ham 30 kilometr, 30 metr. Chuqurligi примерно 20 metrdan 30 metrgacha yer tagiga kiramiz. Tunnel inja 20 bo'lmasa ham kami 15 metrlar bor. Shu yer tagiga tunnelga kirib 6 kilometr, 3 kilometr kirib 3 kilometr chiqamiz. Suv ustidan daryo oqib o'tadi do'stlar. Hozir 25 euro to'laymiz, Gollandiyadamiz. Tunneldan o'tish gruzovoylarga 25 euro. Bizlarda DQ karta bor, DQ karta bilan pul to'laymiz hozircha. Hozir boraverib ko'rasizlar xudo xolasa. Yevropada tog'larda faqat tog'larda tunnel yo'q. Tog'lar teshib, yerni tagidan suvlarni, daryo, dengizlarni tagidan ham teshib bular tunnel qilgan. Angliya bilan Fransiyani bog'lab turayotgan Shomon bir bola tunneli ham bor, uzunligi 38 kilometr. Bu Angliya bilan chuqurligi 44 metr adashmasam, Angliya bilan Fransiya ham bog'lab turadi tunnel. Hozircha bu Gollandiya, ya'ni Niderlandiyani ichidagi bir kichkinaroq daryoni tagidagi tunnel. Hozir shundan o'tamiz nasib bo'lsa. Ko'rasizlar. Shunga boryapmiz inshaalloh. Mana 6,5 kilometr. To'lanmagan 6 kilometr 600 metr. Yerni tagiga kirib ketamiz. Qarangizlar, suvni tagi. 6 kilometr 600 metr ayla. Usti suv. Ko'rsatib qo'yibdi, usti suv mana. Ketdi, ya pastga tushib ketaveramiz mana shunday. Yerni tagiga suvga qarab kirib ketaveramiz. Yerni tagi. Ustida daryo oqib o'tgan, Atlantika okeaniga quyilayotgan daryo oqib o'tgan ustidan. Ko'ryapsizlarmi? Pastga tushib ketaveramiz mana shunday. Ustida daryo, suv. Kecha o'tganimcha pul to'lavdim, 25 euro nimadan 40 shilkar nima DQ kartadan. Bugun bu tarafida Belgiyadan kelayotgan tarafida yo'q ekan. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Dakan sanjida chuqurga pastga tushib ketaveramiz. Pastga tushib ketyapmiz. Endi bilmayman 20 metrmi, 15 metrmi chuqurligi. Aniqini men ham bilmayman, guruhdoshlar. Mana endi to'g'ri bo'ldi, ko'rdingizlarmi? Sal to'g'ri bo'ldi, mana tushdik. Yana ozroq tushamiz, ayla. Tushib ketyapti ana fura, ayla, ko'ryapsizlarmi? Tepada daryo, suv. Ana eng o'rta chuquri maysher. Eng chuqur joyi maysher, guruhdoshlar. Endi tepalikka chiqamiz. Ozroqdan tepalikka chiqamiz, yana tushamiz, mana shunday tunnel. Voy yevrilar shunday dengiz, daryolar tagidan ham tunnel qurib taylaydi mana shunday qilib. Bu Gollandiyada. Kim Belgiyani Utrecht shahriga kelgan bo'lsa, Utrecht tarafdan kirib kelayotgan yo'lida. Hozir aytaman nechinchi yo'lligini, 14 ma deyman, 14-yo'l mana shunday. Fakat to'g'ri ketyapmiz, keyin yana ozroq ko'tarilamiz oxirida. Mana shunday tunnel do'stlar. Hozir daryoning nomini ham keyin YouTube'ga qo'ysak videoni, daryoning nomini ham qoldiramiz xudo xolasa. Nima daryoligi?
qoldi. 6 kilometr 600 metr ekanda bu. Chiqib ketamiz hozir. Hozir chiqayin sizlarga u tarafida chap tarafda kirishda yo'l to'lov, pul to'lovini ko'rsatib o'tib ketaman nasib bo'lsa. Shitib ustida daryo, yerda tayi yo'l. Qanday qurgan buni aql yetmaydi. Matematikadan zo'r rivojlanganda bular matematika, ana fizikadan. Masalan, suvda to'xtatib Muso alayhisalomning hassasida dengizda bo'lgandan suvda bular bo'lolmaydi. Gollandlar bu betonlab bir boshidan asta-astalik bilan qozib qilingan bo'lsa kerakda, boshini masalan 20 metr qozib ichini bunday arka qilib beton qilib, sement bilan betonni qilib, keyin yana 20 qilib kirib qozganda. Mana shunday. Tepalikka chiqyapmiz endi. Tuneldan chiqib ketyapmiz. Boya chuqurga kirdik. Endi chiqish. Tepalikka chiqish ko'ryapsizlarmi? Mana tepalikka chiqyapmiz. Oz qoldi, chiqib ketamiz hozir xudo xolasa. Ustidan suv oqyapti, daryo. Daryoning nomini ham yozib qoldiraman xudo xolasa. Sarlavhasiga mana shu daryoni ustidan o'tdik deymiz. Daryoning tagidan degani. Mana chiqyapmiz tuneldan. Ustida suv oqadi daryo. Ko'rdingizlarmi? Ana mashallah chiqib ketdik. Hozir yo'l to'lovni ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Mana daryo do'stlar, daryodan ham o'tib bo'ldik. Daryoni tagidan o'tdik, eng qizig'i. Usti daryoni ustida ko'prik emas, endi 6 kilometr ko'prik qilishga ko'p xarajat ketsa kerakda. Shuning uchun yerni tagidan, suvni tagidan qilgan. Lekin qoyil bular ham qoyil qolmay oladi. Ustidan daryo oqib o'tgan tagida tunel. Shunday gaplar. Xudo xolasa Gollandiyadamiz guruhdoshlar. Hozir banan ortaman. Bir mashin +13 gradusda bananni ortib 2 soatdan keyin mana u ketamiz. Germaniyaga borib poyezdga topshiramiz. Prinsipda yerdan Gurjonni prinsipda olib yana ertaga Gollandiyaga qaytib kelamiz xudo xolasa. Gollandiyada mancha bu yerlar ham isib qolgan. +12, kecha +19, 20 bo'lib ketdi. Bugun sal bulutli +12 gradus. Bulutlar ko'karib asta-asta o'zi ko'karyapti. Hozir chap tarafdan inshaalloh yo'l to'lov bilan kecha Belgiyaga borib palitlarni taylab shu yerdan Salarga olib keldimda 70 kilometr borish, 70 kelish. Salarga olib keldim. O'zi kecha yuk tushirgan joy, kecha bir mashin sariyog' tushirdim. Polshadan masla, ya'ni sariyog' olib kelib tushirib, sariyog'ni tushirib Belgiyaga borib palitlarni taylab keldim, paddonlarni Salarga olib yana men bugun qaytib kelyapman. Yana shu yerdan kecha shu maslani tushirgan joyimdan banan bergan. Bu yer port, Afrikadan, issiq o'lkalardan banan ko'p keladi. Bu yer mana o'zi 5-10 kilometrda Atlantika okeani. Okeandan kema bilan nima deydi voya konteynerlarga solingan banan, shunday meva-cheva, issiq animal issiq bo'layotgan joylarda, qor yog'mayotgan joylardan meva-chevalar kema bilan juda ko'p suzib keladi-da. Hozir o'zi portni oldiga borib yuk tortamiz. Katta industrial port, zavod, fabrikalar, katta joy, zona. Shu yerdan borib ortamiz xudo xolasa. Shunday gaplar, guruhdoshlar, ozgina qoldi o'zani shosam, sherliqdagi yo'l to'lov. Kecha tunelga borguncha to'lovni qilib o'tuvdim-da. Hozir yerdan yana to'lovni
Gollandiyada yo'l to'lovi yevro vinetka degan narsa bor. Yevro vinetka degani Gollandiyaga o'tadi, Daniyaga, Lyuksemburgga, Shvetsiyaga, Yevropani 4 ta davlatiga kelayotgan odam chegaradan kirishda yevro vinetka sotib oladi. Yo'llarga to'lov. Uni qanday sotib olasiz? Uni agar menejer sotib olib bermasa, zapravkalarga kirib DKU kartadan yo naqd pulga kredit kartadan sotib olasizlar. Lekin hozir mana tunnelda to'lovi suvni tagidagi tunnel. Bu tunnelda to'loviga gruppadoshlar DKU mana bunday karta, mana firma bergan karta DKU hozir xira bo'lib yotibdi. Mana shunday DKU kartadan to'laymiz. Haylamon. Kecha mana shu yerga to'ladim. Bu yerdan tunneldan chiqqandan keyin to'lanar ekan. Mana shu DKU karta bilan hozir to'laymiz. Pul 25 euro 40 bo'lib qoladi. Mana keldik. Shunday gap do'stlar. Kecha ham mana shu yerga endi bu u yevro vinetka, u yo'lda to'lov, tunnelda to'lov atdinli. Gruppalarda videolar taylaganman-ku. Fransiyadan Italiyaga o'tishda ham Frojes, Monte bilan tunnellariga to'lov qilib o'tganmiz. Yo bronirovka kod bilan menejer to'lov qilib bergan. Bu yerda ham xuddi shunday Cardis deb yozib qo'yibdi. Cardis degan kartalar bilan to'lanadi degani. Tepada hozir ko'rasizlar. Tepada Cardis deb yozib qo'yibdi. Shu yerda haylamon, ko'rdingizlarmi? Cardis. Karta bilan to'laymiz mana. Ko'rdingizlarmi? Cardis. Karta bilan pulni to'laymiz. Tunnelga mana shu DKU kartadan 25 euro to'lov olib qoladi. Hozir daryosini ham ko'rsatamiz. Mana shu joyda DKU ham bor. To'laymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hozircha shuni tiqamiz. Tik chiqarib berish kerak. Tik desangiz tik beradi keyin. Agar to'lanmasa boshqa yerdan tiqamiz kartani. Chappa tiqqan bo'lishimiz ham mumkin. Hozircha to'xtatdim videoni, bo'lib so'rib olamiz. Mana to'landi deylar, o'p. Ochdi, bitta tik olamiz. Mana tikit oldik do'stlar, to'ladi. Mana 25 euro yozib qo'ydi. Mana 25 euro to'landi. Endi chiqib ketamiz. Shlagbom ochildi. Ko'rdingizmi? 25 euro to'landi tunnelga. Bu yo'lda to'lovi emas bu. Adashmangizlar. Yevropada yo'llarga atdinli to'lov, ko'priklarga atdinli to'lov, plus ko'prikka atdinli, yo'lga atdinli, tunnellarga atdinli to'lov qilinadi. Mana shunday gap do'stlar. Ana to'lovni ham qildik. Endi xudo xolos videoga qo'ysak YouTube'ga daryoni nomini qo'yamiz, 6 kilometrlik daryoni tagidagi tunnel deb sarlavha qo'yamiz. Gollandiyadagi.